Bugungi o'yinimiz nech pulga arziydi? Videoni oxirigacha ko'rib, fikrlaringizni kommentariyaga yozishlaringizni iltimos qilgan bo'lardim. Uyimiz BAM hududida joylashgan, 2 xonali kvartira 3-qavatda. Shundoqqina bog'chani yonginasida ekan. Mana shu bolalar bog'chasi. Shuning uchun bolani bog'chaga berish endi muammo emas. Shundoqqina chaqirib olsangiz ham bo'ladi. Ketib o'tirish ham shart emas. Bugun 3-qavatda 2 xonali kvartirani ko'ramiz, do'stlar. Skvoznoy planirovkada Yugoslavskiy proyekt deyiladi. Xonani kirish qismidan boshlaymiz. Mana shu uyimizda kirish qismi. Va mana shunday hol. Bemalol prixo'ja mebellarni qo'ysa bo'ladi. O'ng qo'lda bitta yotoqxona bo'lyapti. Mana shunday uyimizda holati va devorda urilgan gilam kim eslaydi? Uyimizda kichkinagina balkonchasi bor. Va keyingi xonasi bu mehmonxona bo'lyapti. Remontlari eskiroq. Eshiklar yo'q ekan mehmonxonada. Mana shunday mehmonxona. Mehmonxonadan 6 metrlik balkonga chiqsa bo'ladi. 6 metrlik balkonda mana yerda o'tirib ovqatlanadigan joy va pishir ko'ydirdi yerga ko'chirgan. Bu uyimizda eski oshxona qismi. Bemalol yana bitta xona sifatida foydalansa bo'ladi. Uyimizning yuvinish xonasi va hojatxona alohida. Bu yuvinish xonasi va hojatxona. Do'stlar, bugungi uyimizga 32500 so'ralyapti. Narxiga arziydimi, yo'qmi? Kommentariyada yozamiz. Bugungi uyimiz ipotekaga ham chiqadi va ozroq savdosi ham bor. Kimga qiziq bo'lsa agar pastdagi raqamlarga murojaat qilamiz. Hammaga chiroyli uylar nasib qilsin.